Assalomu alaykum obunachilar. Mana navbatdagi darvozamizni Piroda mahallasiga kelib o'rnatdik. Mana ko'rib baho beringizlar. Kimga narxi qiziq bo'lsa, oxirida aytib o'tamiz. Videoni o'tkazib yubormang. Atrofga baho bering. Pirodaning ichiga har doimgidek bir lis, suyaklar 6 ga 4, 3 tadan sharner, 8 ga 8, 2,5, taglari shivellar, kraskalar yaxshi kraska. Mana eshik taraflari Moshinaga ildirdik, 4 tadan pastlariga ham ildirdik, yonboshlariga, tepalariga. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, nomerlarga telefon qilaverasiz. Yopilishlariga baho bering. Juda chiroyli bo'ldi. Razmerlarimiz 3 ga 280. Narxini aytib o'tsak, 7 million 100 ming so'mga bitta. Narxi. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilaverasiz. E'tibor uchun katta rahmat. Shu videoni do'stlaringizga tashib qo'ying. Obuna bo'lishni to'xtaymiz, kommentariy.